Komil opa, qanaqadir ozgina og'rig'im bo'lsa ham, doktorlar menga analiz topishib, qanaqadir tekshiruvlardan o'tkazishadi. O'zi shu narsa menga shartmi? Holatingizga nisbatan tekshirilishi kerak bo'lgan tekshiruvlar ro'yxati har doim bo'ladi. Ya'ni sizda xoh u og'riq bo'lsin yoki boshqa shikoyat bo'lsin, baribir tekshirib keyin natijalarni tahlil qilish kerak bo'ladi. O'zi ko'pchilik kasalliklar tajribamizda mana bemorlarda aynan tekshiruv paytida o'tayotganda natijalarda aniqlanib qoladi. Masalan, eng ko'p uchraydigan holat bu gepatit B va C kasalliklarini uchrashidir. Ko'pchilik bu kasallikni bilmaydi o'zida borligini. O'sha yo'l-yo'lakay shu boshqa shikoyatlari bilan tibbiy ko'riklardan o'tayotganda aniqlanib qoladi. Mana tekshiruvdan o'tmasam bo'ladimi deb so'rayapsiz. Dori yozish o'zi muammo emas. Muammo uni ta'sir qilishida. Sizga tegishli dozada berilishi, sizga yetarli dozada berilishi bu eng ahamiyatga egasi hisoblanadi. Agar sizga biron bir vrach hech qanaqa tekshiruv xulosalarisiz sizni ko'rgan holatida dori yozib berayotgan bo'lsa, bu holatda biroz shubhalanishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Ushbu videoni analiz topshirmasdan, tekshiruvdan o'tmasdan doktorlardan dori yozdirib yuradigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.